dizayndagi kattasi bor edi, ismi nima edi? Dilshod Musabekov. Dilshod aka bor, yoshi katta bo'lish kerak. Dilshod aka. Endi bu Dilshod aka boshqacha bo'lsa kerak deb o'yladim men. Nimaga deng? Nimaga? Sababi bu o'zi asli avval sohasi doirakashmi bo'lgan bu. Bilaman bu bolani. Nimaga? Chunki buni ustozi meni yaqin akam edi. Rahmatli yaqinda o'tib qoldi, Dilmurod Islomov. Elmurod aka, Elim akalar. Dilmurod aka buni ustozi bo'lgan ekan. Sababi shu Dilmurod akaning tadbirlarida yurganimizda u ham yurardi birga. Men hayron bo'lardim, nima qilyapti bu yerda desam, u o'sha sohasi ustozi ekan. Alloh subhanallahi yaxshi. Aytmoqchi bo'lganim, o'shanaqa bir yaxshi bir tarbiyali insonni tarbiyasini olgan odam. O'sha jamoada ham bilinadi. Haligi ibodat barro bolalar ham bilinadi. Ana shu jamoada biz o'tiribmiz, o'sha bolada yig'lab bordida, yig'ladi. Men e'tibor bermagan ekan. Nima yig'ladingiz hozir dedi-da. Keyin e'tibor bera boshladi. Yig'labdi-ku, nima yig'labdi? Endi yig'lagim keldi. O'shandan ukalarim shular deb gapirdi-da. Aslida u yig'in tagida boshqa narsalar ham bor edi.